Hamma narsam bor, lekin ichimda nimadir yetishmaydi. Uy bor, oila bor, hattoki pul ham bor. Lekin nimadir kemtik joy bor, bo'shliq bor. Buni tushunmayapman. Har kecha uxlashga yotishdan oldin bir narsani o'ylayman. Men nega baxtsizman? Dam olishga yotaman, lekin dam olganday ham bo'lmayman. Doim charchoqda uyg'onaman va hamma meni asabimga tegadi va men bolalarimni urib qo'yishga majbur bo'laman. Bu holat sizga tanishmi? Bu ichingizdagi eshitilmagan ehtiyojlar ovozi. Bolaligingizda sizni tushunishmagan, eshitishmagan va his qilishmagan va siz kuchli bo'lishni o'rgandingiz. Lekin ichingizda hali ham o'sha kichkina qizcha sizdan nimalarnidir kutyapti. Mehrni, e'tiborni, sen yetarlisan degan kichkinagina so'zni. Siz muammo emassiz. Siz shunchaki ichingizni eshitishni unutdingiz va bu bo'shliq o'zingizga qaytarish uchun signal hisoblanadi. Agar sizda ham shu holat bo'lsa, kommentariyga men so'zini yozing va men sizga qayerdan boshlash kerakligini aytaman.